Moda olami har doim ham yaltiroq va chiroyli bo'lmagan. Uzoq vaqt davomida bu dunyo eshiklari hamma uchun ham ochiq emas edi. Lekin bugun biz ko'rib turgan bu yutuqlar ortida nafaqat go'zallik, balki yillar davomida tishni tishga qo'yib kelingan mehnat, kamsitishlar va cheksiz matonat yotibdi. Ular podiumga shunchaki chiqib kelishmadi, balki bu yo'lni o'zlari ochishdi. Adut Akech, 26 yoshda, bo'yi 178 sm. Uning hikoyasi Janubiy Sudandagi qochqinlar lageridan boshlangan. Adut ochlik va urush ko'rgan ko'zlari bilan bugun Valentina va Saint Laurent kabi brendlar yuzini ko'tarib turibdi. U o'tmishdagi og'riqlarini podiumdagi mag'rur qadamlariga aylantira oldi. Anok Yay, 28 yoshda, bo'yi 178 sm. Ko'p yillar davomida o'ta qora terisi uchun kamsitilgan qiz bugun Prada va Estee Lauder brendlarining yuzi. U o'zining tashqi ko'rinishdan uyalishini to'xtatib, uni dunyo tan oladigan qirolga aylantirdi. Alton Mason, 28 yoshda, bo'yi 188 sm. U erkak modellar uchun qo'yilgan qoliplarni parchalab tashladi. Louis Vuitton va Chanel podiumlarida u shunchaki kiyimni ko'rsatmadi. U qora tanli yigitlarni ham nafis, ham plastik bo'la olishini isbotladi. Alfa Dia, 33 yoshda, bo'yi 188 sm. Senegaldan Germaniyaga ko'chib o'tganida uni hech kim Hugo Boss va Versace yuzi bo'ladi deb o'ylamagan edi. Uning qat'iy nigohi va o'tkir yuz chiziqlari ortida yillar davomida begona yurtda o'z o'rnini topish uchun chekilgan zahmat yashiringan. Bu modellar bizga shuni o'rgatadiki, teringizning rangi yoki o'tmishingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, iroda bo'lsa dunyoni bo'ysundirish mumkin. Yiqilishdan emas, o'zligingizni yo'qotishdan qo'rqing.